Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari, biz kuzatib boruvchilar. Ko'rishlar mumkin yana 205 kvadrat tomimiz yana penalon bosib beryapmiz. Chiroyli holatda ko'rishlar mumkin. Andijonda bo'lyapti ishimiz. Sizlarga 10 santimetrga zakaz olganmiz. Ko'rishlar mumkin mana 10 santimetr toza. Usti ham tekis, bu tekis emas. Kimga shunaqa zakazlar kerak bo'lsa, pastdan unga aloqa chiqib zakaz beraverasizlar. Chiroyli holatda qilib beramiz. Akalar, rastvorimiz mana shunaqa suyuq bo'ladi boshida. Bir necha daqiqalardan keyin chotki qot bo'ladi. Ko'rishlar mumkin. Butun O'zbekiston bo'ylab xizmat qilamiz. Vodiy bo'ylab narxlari 35 ming so'mdan 45 ming so'mgacha. 35 ming so'mdan 5-6 santimetr bo'ladi. 7-8 santimetr 40 ming so'm, 10 santimetr 45 ming so'm. Mana quyishi, gipsi, semeni bizdan. Tagiga solinadigan materiali sizlardan bo'ladi. Agar materiallar bilan bo'ladigan bo'lsa 3 ming so'mdan pul qo'shiladi kvadratiga. 5-6 santimetr 38 ming, 7-8 santimetr 43 ming, 10 santimetrligi 48 mingga aylanadi. Bu yerda uyda egasi o'zi izospam olib bergan. 45 ming so'mdan qo'yib beryapmiz hozir. Gipslarimiz eng sifatli Albusdan ishlatamiz. Eng brendli zavod, ko'rishinglar mumkin. Bemalol kimda shunaqa tom bo'lsa, pastdan aloqa chiqib zakaz beraverasizlar.